Nima edi u qo'lingizda? Qo'shnay. Nima qiladi bu? Chalinadi. Chalinadi? Qo'shnaychini qayerdan topdingiz? Kimi? Bay. Qo'shnaychini? Bay. 70 ga kirganmi u? Demak, yosh bir sozandalar ham bor ekan bizda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz qayerdan Afruzon ukasimisiz deyman? Yo'q. Ha. Sozandasimi? Sozandasi? Shunaqa yosharib ketyaptimi hozir astafurlah. Demak, yosh bir sozandalar ham bor ekan bizda. Mana hozir mana shu sozanda nima edi u qo'lingizda? Qo'shnay. Qo'shni? Qo'shnay. Nima qiladi bu? Chalinadi. Chalinadi? Hozir kutib turing, hozir opangiz chiqadilar, ashula etasizlar. Afrozani kutib olamiz. Afroza! Şükürküm ko'ngil osmoni uzra mahbubim Hurmatli mehmonlarimiz, ikki og'iz mana shu ijro xususida faqatgina izoh berib o'tsangiz, baholashni esa biz keyinroqqa qoldirsak-da, hozir mana shu ijro xususida qanday fikrdamiz? Abduhoshim aka, marhamat. Qo'shnaychini qayerdan topdingiz? Kimi? Bay. Qo'shnaychini? Bay. 70 ga kirganmi u? 70 ga chiqqanlar, ancha katta bo'lib qolgan. Cholishini qarang uni. Bay. Juda go'zal choldi.